Assalomu alaykum. Bizning qadrdon klientlarimiz sizlarga skidkaga tushgan obuvlarni obzor qilib beraman bugun. Bastonchkalar bular hammasi naturalniy koja, Xitoy va Turkiya mahsuloti, faqat razmerlari juda ham kam qolgan hisobiga sizlarga skidka qilib beramiz. Misol uchun bu mana Molka firmaniki, bu 850 ming so'm sotganmiz, skidkada 550 ming so'm, faqat bir dona 40 razmeri qolgani uchun. Mana yana boshqa modelni ham ko'rsatamiz. Mana Polan firmaniki naturalniy koja, Xitoy mahsuloti 950 ming bo'lgan. Bu bir dona 39 razmeri qolgani uchun 550 ming so'm. Bu joyda misol mana bu Turkiya mahsuloti naturalniy koja 1,50 ming bo'lgan. Skidkada 400 ming so'mga xarid qilib olsanglar bo'ladi. Faqat bir dona 36 qolgan. Buni qora rangi ham bor. Mana boshqa yana qolganlarini ham ko'rsatib boqaman. Molka firmaniki, buni boshqa ranglari tugagan, razmeri faqat 39 razmeri qolgan, 950 ming so'm bo'lgan. Bu 550 ming so'm bir dona qolgani uchun. Mana yana Molka firmanikini ko'rsatib boqaman. Bu ham 39 razmeri qolgan, 41 razmer bilan 2 dona qolgan. Buni boshqa ranglari bo'lgan, ranglari tugagan, bundan ham 2 dona razmeri qolgan. Naturalniy koja. Buni skidka narxi 550 ming so'm. Shu joydagi barcha obuvlarni razmerlari bilan narxlarini Telegram gruppamizga qo'yamiz. Sizlar iltimos sizlardan Telegram gruppamizga o'tib ko'rishinglarni iltimos qilamiz. O'zingizlarga kerak bo'lmasa ham, o'rtog'ingizlarga, dugonangizlarga, kimgadir kerak bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Manzilimiz Abu Sahi gipermarket podval 85-do'kon.